Hurmatli talabalar, meni eshityapsizlarmi? Assalomu alaykum so'z eshityapmiz. Assalomu alaykum. Uzr so'rayman, texnik nosozliklar bo'lib turdi. Endi bunday holat bo'lib turadi. Xo'p, demak, darsimizni boshlaymiz. Sizlarga slayd ko'rinmayapti, to'g'rimi? Assalomu alaykum ustoz, ko'rinyapti? Slayd ko'rinyaptimi? Aha. Xo'p, ko'rinayotgan bo'lsa, demak, darsimizni boshlaymiz. Bugungi Milliy va jahon jurnalistika tarixi fanidan darsimizning mavzusi AQSh jurnalistikasi tarixi deb nomlanadi. Demak, navbat bilan endi rejalar bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, demak, birinchi rejamiz AQSh jurnalistikasining jahon jurnalistikasi taraqqiyotidagi tutgan o'rni va ahamiyati. Bu birinchi reja bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi rejamiz 19-asr oxiriga kelib Amerika jurnalistikasining butkul tijoratlashuvi va uchinchi rejamiz Jozef Pulitser yangi jurnalizm asoschisi va New York World gazetasining ushbu yo'nalishning modeli sifatida shakllantirgani va so'nggi to'rtinchi rejamizning nomi esa matbuotga sariq bola sarguzashtlari, ya'ni Yellow Kid nazariyasining olib kirilishi. Demak, bugungi mavzumizda 4 ta rejadan iborat bo'lib hisoblanadi. Endi ma'ruzalarimizni o'tadigan bo'lsak, 19-asrning birinchi yarmi, ya'ni xususan 1800-yildan 1833-yilgacha Amerika matbuoti uchun yumshash davri bo'ldi. Ya'ni bu albatta qo'sh tirnoqqa olib qo'yilgan, e'tibor bergan bo'lsangiz, 19-asrning birinchi yarmi, ya'ni xususan 1800-yildan 1833-yilgacha Amerika matbuoti uchun yumshash davri bo'ldi. Ma'lumki, partizm matbuoti, ayniqsa muxolifdagi partiya nazorati ostida bo'lgan gazetalar, raqib firqalar vakillari va hukumatni keskin tanqid qilar edi. Bunda jurnalistikaning asosiy unsurlaridan bo'lgan obyektivlik tamoyili partizan matbuoti uchun asosiy xususiyat hisoblanmasdi. Siyosiy partiyalarning o'zaro birlashuvi natijasida mamlakatda ikki firqali tizim vujudga keldi. Ushbu ikki siyosiy partiya o'rtasidagi o'zaro adovatning pasayishi, shuningdek, ommaviy matbuotning paydo bo'lishi jurnalistikada obyektivlik tamoyilini birinchi marraga chiqardi. Siyosiy partiyalarning o'zaro birlashuvi natijasida mamlakatda ikki firqali tizim vujudga keldi. Ushbu ikki siyosiy partiya o'rtasidagi o'zaro adovatning pasayishi, shuningdek, ommaviy matbuotning paydo bo'lishi jurnalistikada obyektivlik tamoyilini ommaviy matbuot paydo bo'lishida marraga chiqardi. Buning natijasi o'laroq 19-asrning birinchi yarmida AQSh matbuoti mazmunan va sifat jihatdan yaxshilana bordi. 19-asrning ikkinchi yarmi mamlakatning ichki siyosiy ziddiyatlari namoyish bo'lishi bilan boshlandi. Janubiy va janubiy-g'arbiy yerlar AQSh tasarrufiga olingandan keyin tez orada mamlakatda bo'linish, quldorlikning tarafdorlari va quldorlikka qarshilar paydo bo'ldi. Quldorlik masalasi 1845-1865-yillar oralig'ida matbuotdagi eng dolzarb mavzulardan biriga aylandi. Shu davrda qora tanli amerikaliklar tomonidan ham gazetalar chiqarila boshladi. Sobiq qulvachcha Frederik Duglas 1951-yil Frederik Duglas Pape, ya'ni Frederik Douglass Paper gazetasiga asos soldi va qulchilikka qarshi kurash olib bordi. Keyinchalik New Era, ya'ni gazetasida ham bosh muharrir sifatida faoliyat ko'rsatdi. Shunday bo'lsa-da, quldorlik masalasida eng asosiy kurash oq tanlilar tomonidan boshqariladigan gazetalar o'rtasida kechdi. Mamlakatda keskinlik og'ir oqibat fuqarolar urushiga olib keldi. 1861-yil 12-apreldan 1865-yil
9 aprelga qadar Amerika Qo'shma Shtatlari 4 yillik birodarqushlik urushini boshdan kechirdi. Urushda 620 mingdan ziyod kishi nobud bo'ldi. Bu AQShning butun tarixi davomida tashqi urushlarda yo'qotilgan jami askarlar sonidan ham ko'pdir. Fuqarolik urushi davri jurnalistikasida 2 holat e'tibor berish kerak. Birinchisi, bu davrda harbiy jurnalistika rivojlandi. Jurnalistlarning urush maydonlaridan turib, to'g'ridan-to'g'ri reportajlar berib borishdi. Buning natijasi o'laroq jurnalistikada tezkorlik ortdi. Ikkinchidan, Amerika shimolida gazetalar ustida vaqtinchalik senzura o'rnatildi. Matbuot faoliyati ma'lum ma'noda nazorat ostiga olindi. Ayrim gazetalar hatto harbiy qo'mondonlarning buyrug'i bilan to'xtatib qo'yildi. Masalan, 1863-yili Chicago Times gazetasi general Ambrose Breitsayd buyrug'i asosida yopildi. New York shahridagi gazetalar ustidan esa qattiq nazorat o'rnatildi. Fuqarolik urushidan keyin davrda AQSh matbuotida keskin o'zgarishlar ro'y berdi. Bu paytda kelib matbuot eng katta biznes sohasiga aylandi. Yirik gazeta magnatlari Joseph Pulitzer, William Hearst, Scripps va boshqalar aynan shu davrda o'z faoliyatlarini boshlashdi. Bu haqda keyinroq batafsil to'xtalib o'tamiz. Hurmatli talabalar, hozir esa fuqarolar urushidan keyingi davr matbuoti haqidagi fikrimizni davom ettirsak. New York Times gazetasi. Bu gazeta ommaviy nashrlar bo'lgan bir chaqalik matbuot davrida tug'ildi. Yana bir bor qayta aytib o'taman, hurmatli talabalar, bu gazeta ommaviy nashrlar bo'lib bir chaqalik matbuot davrida tug'ildi. Uning ilk soni 1851-yil 18-sentyabrda nashrdan chiqdi. Demak, ilk nashr, ya'ni gazeta New York Times gazetasi 1851-yili 18-sentyabrda nashrdan chiqdi. O'sha paytlarda gazeta bir nusxasining qiymati chindan ham 1 sent turar edi. The New York Times ning yutug'i shundan bo'ldiki, penni matbuotining qariyb 20 yillik tajribasi davomida to'plangan yutuq va kamchiliklari chiqarilgan xulosa uning yo'nalishini belgilashda qo'llanildi. Gazeta zamondoshlari New York Sun va New York Herald'da xos shov-shuvlarga giriftorlikni, New York Tribune'dagi bir yoqlama siyosiy qarashlari ifodalashni rad etdi. Faktlardagi aniqlik va tezkorlik asosiy e'tiborni qaratib, ehtiroslardan nisbatan xoli materiallarni bera boshlashdi. Uni yana bir e'tiborli tomoni shunda bo'ldiki, xorijiy xabarlar talqiniga keng o'rin ajratildi. New York aholisi orasida turli mamlakatlarda kelgan muhojirlar ko'p bo'lganligi uchun gazeta tezda keng obro' qozondi. Bugun nafaqat Amerikada, balki butun dunyoda nufuzli nashrlardan hisoblanadi. Umuman, New York Times nashr etila boshlagan davrga kelib, New York shahri ko'pgina jabhalarda, xususan iqtisodiyot, savdo, matbuotchilik bobida va aholisining soni jihatdan mamlakatda qat'iy birinchilikka chiqib olgan edi. 19-asrning o'rtalarida shaharda bir paytning o'zida 10 ga yaqin kundalik gazeta faoliyat ko'rsatdi. 19-asrning ikkinchi yarmi, xususan 1880-1900-yillarda Amerika uchun katta o'sish va o'zgarishlar davri bo'ldi. Yuqori darajadagi mexanizlashtirish, sanoatlashtirish va urbanizatsiya jamiyatdagi katta ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va siyosiy taraqqiyotga turtki bo'ldi. Shaharlar soni 8 mingga yetib, ularda istiqomat qiladigan aholi 2 barobarga ko'paydi. Agar buni raqamlarda ko'rsatsak, demak 1880-yili shaharlar aholisi
11 million kishini tashkil qilgan bo'lsa, 1900-yilga kelib bu ko'rsatkich 25 million kishini tashkil etdi. Yana bu 1900-yil mamlakatda jami aholisining 76 millioni 33%ni demokratik. Vaholanki 1880-yilda ushbu ko'rsatkich 22.7%ga teng bo'ldi. Nyu-York 1,5 million kishi istiqomat qiladigan eng shaharga aylandi. Yirik shaharlarga aylandi. Ana shu 20 yillik davr mobaynida chet ellarda tug'ilgan 9 million fuqaro mamlakat aholisi tarkibiga kelib qo'shildi. Natijada 1890-yilga kelib Nyu-York aholisining 80%ni xorijda tug'ilganlar yoki aslida boshqa yurtlardan kelgan ota-onalardan tug'ilgan farzandlar tashkil etar edi. Bugun butun mamlakat bo'ylab davom etgan bu jarayon o'z navbatida Amerika jurnalistikasining qiyofasini ham o'zgartirib yubordi. Bu o'zgarishni ikki jihatdan kuzatish mumkin. Birinchidan, kundalik gazetalar soni jihatdan o'sdi. Masalan, faqatgina ingliz tilida kundalik gazetalar soni 1870-yilda 489 tani tashkil etgan bo'lsa, 1900-yilga kelib 1967 taga yetdi. Haftalik gazetalar ham ko'rsatilgan davrda 3 barobar oshdi. Ularning soni 1870-yili 4000 tadan 1900-yilga kelib 10,000 taga yetdi. Ikkinchidan, Amerika tarixida sariq matbuotning paydo bo'lishi aynan 19-asrning so'nggi 2-10 yiliga to'g'ri keladi. Sariq matbuot yangi davr taqozosi. Mazkur iboraning paydo bo'lishi Joseph Pulitzer va William Randolph Hearstning gazetachilik faoliyati bilan bog'liq. Bu ikki shaxs, ayniqsa Pulitzer, Amerikada yangi davr matbuotini vujudga kelishiga katta hissa qo'shdi. U yakshanbalik gazetani eng serdaromad nashrga aylantirdi. Albatta, 1883-yilga qadar, ya'ni Pulitzer yakshanba kunlari chiqadigan Sadi Urlet gazetasini tashkil etishdan oldin ham mamlakatda 100 dan ziyod gazetaning yakshanbalik sonlari nashr qilib turar edi. Biroq ular oddiy kundalik gazetalardan unchalik farq qilmasdi. Sandi Urlet ayollar, turli yoshdagi gazetaxonlar va sport ishqibozlariga bag'ishlangan maxsus ichki ilovalarni o'z o'quvchilariga taqdim etdi. Pulitzer ko'ngilochar sahifalarni ko'paytirish va doimiy yangiliklar qismini kuchaytirish evaziga yakshanbalik gazetani qalinlashtirdi. Natijada bu nashr faqat sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilib qolmasdan katta daromad manbaiga ham aylanib bordi. Sandi Urletning kundalik nashri bo'lgan Urlet 1889-yilda Amerika gazetalari orasida birinchi bo'lib rangdor bo'yoqlarni ishlatib boshladi. O'sha yili gazeta doimiy komikslar sahifasiga ham yo'lga qo'yildi. Komikslar asosiy qahramoni sariq rangda bo'yalgani kichkintoy edi. U tezda mashhur bo'lib ketdi. Gazetaxonlar har yakshanba kuni sariq kichkintoyning yangi sarguzashtlarini intizorlik bilan kutadigan bo'lib qolishdi. Sariq matbuot yoki sariq jurnalistika iborasi o'shanda paydo bo'lib, hozir butun dunyoda shov-shuvlar va sensatsiya moyil matbuotga nisbatan ishlatadigan atamaga aylandi. Sariq kichkintoy tufayli Sandi Urletning adadi keskin ko'tarilib ketdi. Komikslarni keng o'quvchilar ommasini o'ziga jalb qila boshladi. Buning asosiy sababi ularning tili sodda, tushunarli, mavzulari esa hayotiy va qiziqarli ekanligi edi. Hatto ingliz tilida qiynalib gapiradigan va o'qiydiganlar ham bu qisqa izohli rasmlarda ifodalangan mazmunni bemalol tushunib olar edilar. Sariq kichkintoy tufayli
Sandi Urlotning adati keskin o'zgarib ketgandan so'ng sariq kichkintoyning bunday muvaffaqiyatga yurishini ko'rgan Uilyam Randolph Hearst Sandi Urlotning bosh muharriri Morlet Gondardning o'zining Nyu Yorkda chop etiladigan Morning Journal gazetasida bir amallab ishga jalb qila oldi. Gondard esa o'zi bilan birga ishlab kelayotgan qator iqtidorli jurnalistlarni, jumladan rassom Richard Outcoltin jurnalga boshlab bordi. Shu bilan tabiiyki, sariq kichkintoyni ham yana uyiga ko'chib o'tdi. Jurnal tezda ommaviylashib, Urlotning asosiy raqobatchisiga aylandi. 1896-yilga kelib, uning kundaligi adati 437 ming, yakshanba soni esa 380 ming nusxaga yetdi. Gondard ketgandan keyin ma'lum muddat qiyinchiliklarni boshidan kechirdi. Sandi Urlot gazetasining ham yangi muharriri Artur Brisben rahbarligida tez orada 600 ming nusxaga ko'tarildi. Bu hali so'nggi nuqta emasdi. AQSh prezidentligi nomzodlik Mark Kellin va Breyning saylov oldi kampaniyasi davrida Urlot va jurnal har bir kuniga 1,5 million nusxaga sotildi. Bu raqamlar hatto hozir ham Amerika matbuoti uchun rekord ko'rsatkichlari bo'lib hisoblanadi. Mamlakatning katta matbuotini shunday kurashlar natijasida shakllandi. Bugungi kunda uning doirasi kengayib, yirik nashrlar, radio va televizion kompaniyalar o'z ichiga ola boshladi. AQSh jurnalistikasi AQSh Federativ Respublikasi mamlakatda 50 ta shtat va Kolumbiya federal okrugidan iborat. Davlat rahbari albatta prezident, qonun chiqaruvchi organ Kongress, aholisi 285,9 million kishini, ya'ni 2001-yilda tashkil qiladi. Amerika matbuoti bugungi kunda bu asosiy tezis, ya'ni AQShda hozirdan jurnalistika nuqtai nazaridan eng rivojlangan mamlakat hisoblanadi. AQSh matbuotining asosiy tendensiyalari quyidagilar hisoblanadi. Amerika gazetalari sensatsiyasiga ko'p e'tibor beradi va shu sababdan tirajlari katta va tez tarqaladi. 78% Amerika gazetalari noob'ektiv hisoblanadi. Auditoriya fikricha, jurnalistlar ularning dunyo qarashlariga to'g'ri keladigan yangiliklarni yig'adi va tarqatadi. Deyarli 80% aholi gazetalarga hokimiyat yo mansabdor shaxslar ta'sir qilishi mumkin deb hisoblaydi. Auditoriyaning 50% reklama beruvchilar, muallimlarga o'z ta'sirini o'tkazadi deb hisoblaydi. 60% aholi gazetani daromad jamiyat manfaatlaridan ko'proq qiziqtiradi deb hisoblaydi. 20% dan ko'proq odamlar gazetalarda kunda turli xil xatolar uchratishini aytadi. Jurnalistlarning savodxonligi jurnalistika tezlashayotgani uchun susaymoqda. Chunki hozir iloji boricha tez axborot yetkazish lozim bo'lib hisoblanadi. Matbuotning umumiy tavsifi, ya'ni 1992 va 1995-yillarda ma'lumotlarga ko'ra, AQShda 1586 ta kundalik gazeta, yana bir bor qaytib aytib o'taman, hurmatli talabalar, demak, matbuotga umumiy tavsif beradigan bo'lsak, 1992 va 1995-yillarda ma'lumotiga ko'ra, AQShda 1586 ta kundalik gazeta va 7476 ta haftalik gazeta, 11143 ta jurnal, 20 ming axborot byulletenlari chop etib tarqatilgan ekan. Mamlakatda matbuot nashrlarining xillari ko'pligiga qaramay, aksariyat kundalik gazetalar hamda ko'pchilik jurnallar uzoq yillardan beri nihoyatda katta miqdordagi adad bilan chop etib kelinmoqda. Chunonchi 1993-yilda o'tkazilgan yilning birinchi yarmidagi eng yaxshi gazetasi tanlovda dastlabki o'rinlarni zabt etgan quyidagi 5 ta nashr fikrimizni
yorqin dalili bo'la oladi. Demak, 1993-yilda o'tkazilgan yilning birinchi yarmidagi eng yaxshi gazetasi tanlovida dastlabki o'rinlarni zabt etgan quyidagi 5 ta nashr fikrimizning yorqin dalili bo'la oladi. Demak, bu qanday gazetalar ekan? The Wall Street Journal, ya'ni bu 1,818,000 nusxada chop etilgan ekan, ya'ni bu 1993-yillar haqida gap ketyapti, hurmatli talabalar. Keyingi jurnalimiz esa The USA Today, ya'ni bu ham 1,494,000 nusxada nashr qilingan ekan. The New York Times gazetasi esa 1,141,000 nusxada gazeta nashr qilingan ekan. The Los Angeles Times esa 1,089,000 nusxada chop etilgan va keyingi gazetamiz esa The Washington Post, ya'ni 813,908 nusxada gazetalar chop etilgan ekan. Hozirgi vaqtda AQShda aksariyat kundalik gazetalar jiddiy va salmoqli nashrlar sirasiga kiradi. Eng ko'p tirajga ega bo'lgan 20 ta gazetadan faqat 2-3tasigina jinoiy hayot, shahvoyi munosabatlar va har xil janjallarni muntazam yoritib boradi. Eng katta adadli gazetalar o'ta jiddiy nashrlardir. Bular Wall Street Journal 1,800,000 nusxa, USA Today 500,000 nusxa, New York Times 1,100,000 nusxa, Washington Post 850,000 nusxa kabi kundalik gazetalar bo'lib hisoblanadi. The New York Times mamlakat matbuot tarixida anchayin qadimiy va shu bilan birga hozirda nafaqat AQShda, balki butun dunyoda mashhur va yetakchi kundalik gazetalardan biri bo'lib, 1851-yilda ilk soni nashrdan chiqqan. 1997-yilning sentabr ma'lumotlariga ko'ra, ya'ni sentabr oyining ma'lumotlariga ko'ra, gazetaning kundalik adadi 1 million nusxada, yakshanba soni esa 1,6 million nusxani tashkil etgan. Demak, bu The New York Times gazetasi bo'lib hisoblanadi. The Washington Post, ya'ni Washington pochtasi 1887-yilda asos solingan. Ya'ni AQShning nihoyatda ommabop va axborot kundalik gazetalaridan biri sanaladi. Washington Post kompaniyasi tomonidan chop etilgan mazkur gazeta 1993-yilning birinchi yarim yilligida 813,908 adad bilan 20 ta eng yaxshi gazetalarning 5-qatori o'rinni olgan bo'lib hisoblanadi. The USA Today bugungi AQSh, ya'ni 1982-yil sentyabr oyidan nihoyatda ommabop umummilliy kundalik gazeta bo'lib, Gannett kompaniya tomonidan Washingtonda va Baltimorda chop etiladi. Adadi 1998-yilda 1,6 million nusxa bo'lgan. Bulardan tashqari Christchurch Science Monitor, Wall Street Journal, Los Angeles Times, Chicago Tribune, International Herald Tribune kabilar ham hozirgi vaqtda AQShning eng salmoqli gazetalar sirasiga kiradi. Bugungi kun AQSh matbuoti uchun xarakterli xususiyatlardan biri bu xususiy gazetalarning tez-tez inqirozga uchrayotgani, odatiy holga aylangani hamda pirovardida raqobatni yengish va uzoq faoliyatda bo'lishni ta'minlash maqsadida turli yirik konsernlarga birlashtirilgan intilishda yaqqol ko'zga tashlanadi. Undan so'ng esa aynan jurnallar rivojlanishining asosiy tamoyillari quyidagi 2 yo'nalishda ko'rinadi. Birinchisi bu ixtisoslashgan jurnallar ko'payishi. Ikkinchisi esa bu rangli jurnallarning ko'payishi. Demak, jurnallar rivojlanishining asosiy
quyidagida ikkita yo'nalishi mavjud bo'lgan ekan. Birinchisi ixtisoslashgan jurnallar ko'payishi, ikkinchisi esa rangli jurnallarning ko'payishi. AQShda eng obro'li jurnal Time. U yangiliklarni Amerika matbuot tarixida birinchi bo'lib tovar aylantirgan. Demak, AQShdagi eng mashhur va obro'li jurnal bu Time bo'lib hisoblanar ekan. U yangiliklarni Amerika matbuoti tarixida birinchi bo'lib tovar aylantirgan. U 23-yilda Gendry Lewis tomonidan asoslangan. 1938-yilda unga o'xshash Newsweek chiqa boshlangan. Demak, bu haftalik yangiliklar bo'lib hisoblanadi. AQShdagi eng ommabop jurnallar qatoriga dam olish yoki iste'molchilar uchun mo'ljallangan Ladies Home Journal, Study Evening Post, Twigweed, ilmiy ommabop xarakterdagi National Geographic kabilarni kiritishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Televideniyada va radio. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, AQSh hududida mavjud 11.500 ta radiostansiyaning 1.600 tadan ko'prog'ini notijorat stansiyalar tashkil etadi. Ularda reklama yoki tijoratga aloqador boshqa materiallar berish taqiqlanadi. Demak, aynan Amerika Qo'shma Shtatlarining televideniya va radiosiga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, hurmatli talabalar, so'nggi ma'lumotlarga qaraganda AQSh hududida mavjud 11.500 ta radiostansiya va 1.600 tadan ko'prog'ini notijorat stansiyalar tashkil etadi. Ularda reklama yoki tijoratga aloqador boshqa materiallar berish taqiqlanadi. Telekompaniyalarning umumiy sonini 1.500 ta bo'lib, ulardan 350 tasi foyda olmasdan ishlayotgan notijorat televideniyalardir. AQShda televideniya jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy tizimining tarkibiy qismlaridan biri bo'lishi bilan birga, ayni vaqtda uning oldiga bir qator yirik vazifalar, chunonchi aholiga axboriy, madaniy, ta'limiy, kommunikatsion va boshqa turdagi xizmatlarni ko'rsatish hamda foyda ko'rish, mablag' topish ham yuklatilgandir. Bevosita raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 70% atrofida amerikaliklar kundalik yangiliklarni televizion dasturlar orqali voqif bo'lar ekanlar. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari davlatining 70% aholisi kundalik yangiliklarni televizion dasturlar orqali voqif bo'lib borar ekanlar. AQShdagi 97% oilada televizor mavjud. Shuningdek, har bir oila kamida 3 tadan radio priyomnikka ega. Mamlakatda radio 1920-yillarda paydo bo'lgan. 1928-yilga kelib, AQShda 3 ta milliy xarakterdagi radio tarmoqlar, ikkitasi NBC National Broadcasting Company tarkibida, bittasi CBS Columbia Broadcasting System tarkibida faoliyat ko'rsatar edi. Garchi mazkur radio tarmoqlar faoliyati davlat tomonidan nazorat qilib va boshqarilib turilgan bo'lsa ham, ular voqea joyidan ma'lumotlarni tezkor yetkazib berish xususiyati bilan 30-yillarda va ayniqsa Ikkinchi jahon urushi yillarida auditoriyaning katta qismida qiziqish uyg'otdi. Hozirgi kunda mashhur bo'lgan radiostansiyalardan biri WUS 1120M radiostansiyasi xususiy notijorat radiostansiyalar sirasiga kirmasa ham o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Garchi televideniya mamlakatda asosan Ikkinchi jahon urushidan keyin ommalashgan bo'lsa ham, aslida dastlabki televizorlar 1928-yilda paydo bo'lgan edi. Hozirgi vaqtda AQShning eng yetakchi ommaviy axborot vositalari sirasiga 3 ta tijoriy milliy teletarmoqlar, jamoatchilik televideniyasi hamda CNN axborot teletarmoqlari kiradi. Yana bir bor qaytib aytib o'taman, hurmatli talabalar,
Demak, garchi televideniye mamlakatda asosan Ikkinchi jahon urushidan keyin ommalashgan bo'lsa ham, aslida dastlabki televizorlar 1928-yilda paydo bo'lgan edi. Hozirgi vaqtda AQShning eng yetakchi ommaviy axborot vositalari sirasiga 3 ta tijoriy milliy teletarmoqlar, jamoatchilik televideniyasi hamda CNN axborot teletarmog'i kiradi. 3 ta asosiy raqobatbardosh va faoliyat doirasi bir-biriga nihoyatda o'xshab ketadigan teletarmoqlar NBC National Broadcasting Company, ABC American Broadcasting Company, CBS Columbia Broadcasting System, ya'ni ommaviy axborot vositalari tizimlaridir. AQSh televideniyasining o'ziga xos jihati ulardagi kanallarning deyarli xususiy shaxslarga, yirik biznesmenlarga qarashli ekanidir. Faqatgina 20% atrofidagi teledasturlar jamoatchilik televideniyasi hamda davlat subsidiyasi hisobiga kun ko'radi. Yuqorida nomi zikr etilgan 3 ta tijoriy teletarmoq asosan reklamadan foyda ko'radi. Bu yerda so'nggi 20 yil davomida jamoatchilik televideniyalari mislsiz rivojlanib ketdi. Ularning budjeti bilan yangiliklarning yoritish, dam olish va ma'rifiy dasturlarni tayyorlash borasida erishgan yuksak natijalari o'zaro taqqoslab juda katta sifat o'zgarishlariga erishganini ko'rishimiz mumkin. Shunisi diqqatga sazovorki, Amerikadagi eng yirik televizion tarmoq bu PBS bo'lib, uning tarkibida 280 dan ziyod stansiya kiradi. Demak, bu yerda so'nggi 20 yil davomida jamoatchilik televideniyalari mislsiz rivojlanib ketgan. Ularning budjeti bilan yangiliklarni yoritish, dam olish va ma'rifiy dasturlarni tayyorlash borasida erishgan yuksak natijalarni o'zaro taqqoslab juda katta sifat o'zgarishlariga erishganini ko'rishimiz mumkin. Shunisi diqqatga sazovorki, Amerikada eng yirik televizion tarmoq bu PBS bo'lib, uning tarkibiga 280 dan ziyod stansiya kiradi. Ular orqali bolalar ko'rsatuvlari, o'quv dasturlari, hujjatli filmlar, konsert zallaridan, teatrlardan to'g'ridan-to'g'ri olib uzatiladigan namoyishlarning bepul ko'rsatilishi ham notijorat televideniyaning yutug'idir. Demak, bolalar ko'rsatuvlari, o'quv dasturlari, hujjatli filmlar, konsert zallaridan, teatrlardan to'g'ridan-to'g'ri olib uzatiladigan namoyishlarning bepul ko'rsatilishi ham notijorat televideniyaning yutug'i bo'lib hisoblanadi. AQShdagi jamoatchilik kanallari qatoriga PBS Public Broadcasting Service dan tashqari yana Discovery, History kanal va boshqalarni ham kiritishimiz mumkin. Ular o'z dasturlarini yaratish uchun turli manbalar, chunonchi budjetdan ajratilgan grant, har xil tashkilot va xususiy shaxslardan keladigan xayriyalar evaziga faoliyat yuritadi. AQShdagi notijorat telekanallar asosiy e'tiborni ta'lim-tarbiya va ilmiy ommabop dasturlariga qaratgan bo'lib hisoblanadi. Undan so'ng esa CNN Cable News Network 1980-yilning 1-iyulidan ilk bora o'z dasturlarini efirga uzatila boshlagan. Demak, CNN Cable News Network, ya'ni 1980-yilning 1-iyulidan ilk bora o'z dasturlarini efirga uzatila boshlagan. Dunyoning eng mashhur va yirik magnatlaridan biri Ted Turner tomonidan tashkil etilgan bu teletarmoq asosiy e'tiborni 24 soat davomida yangiliklar berishga qaratilgan. Demak, Ted Turner tomonidan tashkil etilgan bu teletarmoq asosiy e'tiborni 24 soat davomida yangiliklar berishga qaratadi.
Mazkur tarmoqning shtab-kvartirasi bir necha hududlarda joylashgan. U Nyu-York, Atlanta, Chikago, Los-Anjeles, San-Fransisko, Dallasda hamda bir qator xorijiy davlatlarda ham o'z bo'limlariga ega bo'lib hisoblanar ekan. Demak, shtab-kvartirasi bir nechta hududlarga joylashgan ekan. Ulardan Nyu-York, Atlanta, Chikago, Los-Anjeles, San-Fransisko, Dallasda hamda bir qator xorijiy davlatlarda ham o'z bo'limlariga ega ekan. Dasturlari bilan alohida ajralib turadigan ijtimoiy, siyosiy kabelli teletarmoq CCPN ham e'tiborga loyiq. Kabelli televideniyaning tarkibiy qismi sifatida 1977-yilda tashkil topgan. Bu teletarmoq xususiy va notijorat axborot vositasi hisoblanadi. U jamiyat uchun muhim bo'lgan barcha voqealarni to'g'ridan-to'g'ri olib ko'rsatadi. Kongress majlislari, prezident va davlat kotibining bayonotlari, umummilliy ahamiyatga ega bo'lgan masalalar, muhokama etiladigan anjuman, yig'ilish va bahsu munozaralar boshidan oxirigacha namoyish etiladi. Demak, xo'p, nimalar asosiy vazifalarga kirar ekan? Ular jamiyat uchun muhim bo'lgan barcha voqealarni to'g'ridan-to'g'ri olib ko'rsatadi. Kongress majlislari, prezident va davlat kotibining bayonotlari, umummilliy ahamiyatga ega bo'lgan masalalar, muhokama etiladigan anjuman, yig'ilish va bahsu munozaralari boshidan oxirigacha namoyish etiladi. Televideniyaning o'zi bu jarayonlarni mazmuniga mutlaqo aralashmaydi. Hech narsani sharhlamaydi. Tomoshabinning o'zi xulosa chiqarishi uchun imkon beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, uning 80 million tomoshabini bor ekan. Ushbu teletarmoqning yillik xarajatlari 35 million dollar bo'lgani holda unga federal yoki mahalliy budjetdan mablag' ajratilmaydi. Unga mablag'ni kabelli televideniya kompaniyalari o'tkazib turadi. Chunki CCPN ularga o'z ko'rsatuvlarini namoyish etishga ruxsat beradi. Har bir tomoshabinning kabelli televideniyadan foydalanishi uchun to'laydigan 30-50 dollaridan 5 senti